Chiroyli kiyimlaringizni kiying. Chiroyli narsalaringizni ishlating. Chiroyli izhorlaringizni qiling. Buning uchun alohida kunlarni kutmang. Juda og'ir musibatlar kelganida o'zingizga shu savolni bering. 5 yildan so'ng bu voqeaning hech bir ahamiyati qolmaydi. Chiroyli kiyimlaringizni kiying. Chiroyli narsalaringizni ishlating. Chiroyli izhorlaringizni qiling. Buning uchun alohida kunlarni kutmang. Juda og'ir musibatlar kelganida o'zingizga shu savolni bering. 5 yildan so'ng bu voqeaning hech bir ahamiyati qolmaydi.